Assalomu alaykum hammaga. Mana bizlar Sadat momamizning uyini tamomladik. Sadat momamizning uyi Bahram akamizning uyi mana. Qadimgi Kirib Palosh mahallasi. Bitirdik, Xudo xolasa, akşam pallo yedik, bitiramiz deb akşam bitirdik, kechga betarozdan urdik. Xudo shukr, zakon chiqdi bari. Bu yerga ketgan rasxodlar 400 qop sement ketdi, 6 kamoz, 1 zil sheven ketdi. Qum 10 kamoz, 160 shtuk sitka ketdi. 400 kvadrat steyashka, 80 metr bordyur, bandlik har xil. 18 metr fundament qo'ydik mana bu yerga. Qo'ng'ish bilan o'rtoqlig'ini mana. Mana o'zlaringiz ko'rganday chotki ber yeri. Qora bitdan boshlab qilib keldik bu yoqqa. Mana. Chotki tip. Uyning egalari bilan davolang. Bahram akamiz salom yo'llayveramiz. Sadat momo. Qancha deyaverasiz? Mana shu yigitlarimiz kelib, berdik. Mana shu ishlaringizdan shunday bir minnatdor bo'ldik. Xayrli ishlar sizlarning eng avvalambor ishlaringiz xayrli. Sababi bizlarni shunday bir yomg'irlardan, botqoqlardan atrofimizni shunday bir chiroyli qilib bitkazdilar. Katta rahmat. Mana shu yigitlarimizning ishlarida muvaffaqiyat, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana shunday xalqni obodonlashtirish, xayrli ishlarni hammasini muvaffaqiyat tilaman. Oilaviy baxt, ota-onalarning oldida sog' salomat bo'lsinlar. Hammangizga katta rahmat. Topganlaringizning hammasi yaxshi kunlaringizga, to'ylaringizga yuraversin. Bolalarimizni uylantirib, qizlarimizni chiqarib, ota-onalarimizning oldida sog' salomat bo'ling. Endi shunday yaxshi kunlarda xizmat etishlarga nasib etsin. Ishlaringizda omad, muvaffaqiyat, sog' salomat yuringlar, oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Rahmat Sadat momo. Xudoyim bizlardan sizlarning yaxshiligingizga yetirgay. Shuytib, mana kulib o'ynab, shuytib roziliqda hamma postoyan ishlab o'rganamiz. Xizmatdamiz. Hamisha ishlar bo'lsa aloqa chiqarasizlar, dumir qoldiramiz. Mana Xudo qolsa boshqa yerga ko'chib o'tiramiz.